Assalomu alaykum. Xitoydan savdo darslik kanali a'zolari. Demak, Pinduoduo bo'yicha bizning 4-darsimizni boshlaymiz. Hop, oldingi darsimizda kargodan ro'yxatdan o'tishni o'rgangandik. Endi bu darsimizda kargodan olgan Xitoydagi ombor sklad manzillarimizni Pinduoduo ilovasiga joylashtirishni o'rganib chiqamiz. Demak, o'sha oldingi kargoni botiga kiramiz. Ular bizga Xitoydagi ombor manzillarini berishgan. Manzillari, video darsliklari hammasi bor. Demak, biz o'shani Pinduoduo ilovasiga qanday kiritishni, to'ldirib olishni o'rganamiz. Xo'p, bizni esingizda bo'lsa, kargodan ham aviya bo'yicha, ham avto bo'yicha ishlashni tanlagandik ro'yxatdan o'tishda. Bu darsimizda ham biz ikkala aviyani ham, avtoni ham ombor sklad manzillarini kiritishni o'rganamiz. Keling, birinchi aviyadan boshlaymiz. Demak, biz o'sha botga kiramiz va pastda bizga berilgan xitoycha ombor manzilni kopiya qilib olamiz. Birinchi kopiya qilib olganimizdan keyin Pinduoduo ilovasiga o'tamiz. Pinduoduo ilovasiga kirganimizdan so'ng pastdagi ushbu bo'limga kiramiz. So'ng yuqoridagi ushbu bo'limni tanlaymiz. Shu bo'limga kirganimizdan so'ng biz rus tilidagi yozuvni emas, uni pastdagi mana bu xitoy tilida yozilgan yozuvni bosamiz. Ushbu knopkani bosganimizdan so'ng ko'rib turgan bo'lsangiz, bu kopiya qilgan adresimizni o'zi avtomatik to'ldirib berdi. Agar sizda boshqa versiyasi bo'lsa, Pinduoduo'ni sizda bundan tashqari ham doim ochilishi mumkin. Ya'ni sizga avtomatik to'ldirib beraymi deb so'raydi. Shu joyda ha desangiz, xuddi shunaqa u ham kopiya qilib olgan adresingizni avtomatik to'ldirib beradi. Xo'p, hozir bu yerda farq qiladigan ishimiz ikkita joyda ID raqamingiz doim yozilishi kerak. Shu joyda birinchi qatorda va oxirida mana adresda oxirida tugagandan keyin ikkita joyda sizni ID raqamingiz yozilgan bo'lishi kerak. Xitoydagi omboriga kelganda yuklaringizni shunga qarab ajratib olishadi. Ya'ni qaysi mijozligini shundan aniqlab olishadi. Bizda hozir o'sha ikkinchi oxirida adresda oxiridagisi ID raqam bor, birinchi qatordagisi yo'q. Shu joyda qo'lda to'ldirib qo'yamiz. Ya'ni bizning ID raqamimiz bizning holatda Fetch 865. Siz esa o'zingiz ID raqamingizni yozib qo'yasiz. Biz misol uchun sizga ko'rsatyapmiz. Xuddi shunaqa birinchi qatorda ID raqamimiz, ikkinchi qatorda Xitoydagi omborda telefon raqami va 3-4 qatorda ombor manzili bo'ladi va manzilning oxirida ID raqamimizni yozib qo'ygan bo'lishimiz shart bo'ladi. Xo'p, manzilni to'ldirib bo'lgandan so'ng pastdagi qizil tugmani bosamiz. Hop, manzilimiz bizda to'liq to'ldirdi. Agar siz ham xuddi shunaqa bo'lgan bo'lsa, hammasi to'g'ri bo'ladi. Bundan keyingi qiladigan ishimiz shu to'ldirgan manzilimizni skrinshot qilib FedLogistik kargosini adminiga jo'natamiz, ya'ni tekshirish uchun. Xo'p, keling buni ko'rsamiz. Ya'ni xuddi shu joyda masalan skrinshot qilib olamiz va Telegramga o'tib, FedLogistikni Telegram kanaliga kirib olamiz. Telegram kanalining linki, ya'ni botda ro'yxatdan o'tayotganda ham kanalga obuna bo'lib qo'ygandek esingizda bo'lsa. Hop, Telegram kanaliga o'tamizda, Telegram kanalida postda mana yerda mana admin profili qoldirilgan. FedLogistik admin profili va bularga xabar qoldiramiz. Bu yerda to'ldirgan manzilimizni ularga jo'natib, manzil to'g'ri to'ldirildimi? Xuddi shunaqa tekshirib berishlarini so'rab, ularga jo'natib qo'ysak bo'ldi. Ular tekshirib, hammasi to'g'ri desa, bemalol o'zi shu manzilga buyurtma bersak bo'ladi. Endi biz hozir aviakargolarni manzilini to'ldirdik. Sizda bo'lsa, ularni botida ko'rsatilgan aviakargoni manzili deb. Endi FedLogistikga botiga qaytamiz. Endi avtokargoni manzilini kiritamiz. Telegram botiga kiramiz yana. Xo'p. Endi biz avtokargosini manzilini kiritamiz. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Avtokargo manzili bu deb. Demak, xuddi boyagidek bu ham juda oson. Kopiya qilib olamiz. Berilgan manzilni Pinduoduo ilovasiga qaytib, ushbu xitoycha yozilgan tugmani bosamiz. Va mana ko'rganingizdek, bu adresni ham Pinduoduo ilovasi o'zi avtomatik to'ldirib berdi. Bu yerdan ID raqamlar so'rab qo'ygan. Birinchi qatorga e'tibor bergan bo'lsangiz, ID raqam yozilmagan. Fed yozilgan, lekin raqam yo'q. Xo'p, ID raqamni yozib so'rab qo'yamiz. Pastdagi mana adres oxiridagi Fed 865 bor ekan. Keling, buni qavsiga olib qo'yamiz. Qavsiga olib qo'yib, buni ham saqlab qo'yamiz. Xo'p, endi yana buni skrinshot qilib olamiz-da, ikkalasini FedLogistik adminiga jo'natamiz.
Xo'p, Telegram qaytamiz. Boyagi admin profilga kiramizda. Hozir to'ldirgan manzilimizni ularga yana jo'natamizda. Tagidan to'g'ri to'ldirgan tekshirib bering deb xuddi shu mazmunda yozib qoldiramiz. Ular to'g'ri tekshirib bergandan keyin to'g'ri yo noto'g'ri joylar bo'lsa aytishadi. Xo'p, bu yerda hozir bizda ham aviani ham avtoni adresini to'ldirdik. Endi sizda buyurtma berish jarayonida qaysi qolgan zakazingiz aviaga qolaysizda avtoga zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Endi bular ichidan qaysi aviani manzili, qaysi avto manzilini ajratib olish uchun bizda masalan manzil oxiriga avia yoki avto deb yozib olsak, keyinchalik buyurtma berish jarayonida ajratib olishimiz oson bo'ladi.